tizimida savodsiz, o'qimagan, besavodlar masalan o'shanaqa mana shu nimalarga sababchi bo'lyapti. Bo'lmasa ichki ishlardagilar, masalan ichki ishlar bo'lmasa agar odamlar bir-birimizni yeb o'tirardi agar. Lekin ular boriga shukur, bor bo'lgani yaxshi. Lekin afsuski o'qimagan savodsizlar mana shunaqa shu nechta odam bo'lsa 9 tasidan aybiga mana shu ikkita odam sababchi bo'lyapti. Noto'g'ri buyruq bergan, noto'g'ri bergan. Shuning uchun biz kim bo'lsa ham haq tomonda bo'lamiz. Blogerlarning orqasidan fosh etganlar bilib qo'yinglar. Bular ham haqiqat uchun kurashyapti. Haqiqat uchun kurashyapti. Xudo xolasa haqiqat egiladi, buzilashligi sinmaydi. Xudo xolasa albatta kurashamiz buning uchun. Biz ham shu haq kim bo'lsa haq tomonga biz gapiramiz. Rahmat etibirlar. Ayrim qo'shchilarga Yani nimaga endi bunaqa qilyapsiz, meni nima qilyapsiz hozir videoga? Meni bu opag'im gapini eshityapman. Ha. Ya nimaga olyapsiz siz meni? Nimaga olyapsiz siz? gapiring. Ha, gapiga savodsiz degan nima gapirasiz? Siz savodsiz kimga qo'yasiz? Shuni savodsiz Mayli, gapinglar bo'lsa aytinglar. Gapinglar bo'lsa aytinglar. Qo'yinglar. Xizmatchilarga bitta nima xizmatchilar jazosini olsinlar. Kim to'matga haq bo'lsa, ichki ishlar agarda Dilorani to'matgan bo'lsa, ko'rara jazolandi. Alloh bo'ldimi? Amin. Biz sizdan boshqa haqligini bilamiz. Salomat bo'ling. Xudo xolasa yo'llar ravon bo'lsin. Xudo xolasa kelasi oxirigacha kurashing. Biz yarashyapti shu yosh odam. Yarashmayapti sizga. Bilmasa to'g'ri gapni gapiraveradi. Aka, to'g'ri gapirdi. To'g'ri gapirdi. Ikki o'qimagan orqasidan ikki odam ovora deyapti. Anjalilar to'g'ri Nima qiladi bu gapni gapirdi? Yigitlar eshitish tarjima olishi shu odamni. savodsiz so'rayapsiz. Qo'yalasizmi shu videozni? Qo'ying shu videozni. Bola chaqasi bor aka, men sindosh o'tib gapirib shu gapni. Siz bolangiz bormi? Bolangiz bormi? Muhtar Ali. keyin hozir men ko'rganim xuddi shunga o'xshadi. Chunki bu yerda bitta amaki yoshi katta inson bir fikr bildirdiki, ikkita ahmoqni gapiga kirib berdi. Bu ikkita ahmoq kim? Ismini aytmadi, familiyasini aytmadi, qo'lida portreti yo'q edi yoki boshqasi yo'q edi. Shuni buni ortidan janjal kelib ketdi. Dahalak yomon gap bo'lgani aslida yomon gap u yerda bo'lgani yo'q. Yo'qsa insonlar nima qo'yinglar. Bunday narsalarni ro'zani kunlari va O'zbekiston uchun uyat degan narsalarni gapirayotgan joyida anaqa bo'lib ketdi.
Endi kecha Arafa kuni yolg'on gap gapiryapti, uyalmasdan din nimasini tushunaman degan odamlar. Endi bularda xafa bo'lish keragi yo'q. Undan ko'ra kelganimizdek kutib olish, qarang, qo'llarida gullar bilan duo qilib, shunga ahamiyat bering. Yaxshi tomoniga qaraylik, ro'zani kuni bir-birimiz xafa qilmaymiz, sud qanday yo'lda hal qiladi. Ava tergov ketyapti, to'qqiztasi oqlanib ketdi deb chiqyapti, kimdir nimagadir chimani. Hozir mana prokuraturaga kirdim bugun ertalab. Yo'qlavordilar, senga hali tergov ketyapti deyapti. Yo'q, tergov ketyapti. 141 prim 3 B bandi bilan bir guruh shaxslar tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bu narsaga. Endi bu qayta Arafa kuni ham chiqib nima qilishga qaraganda nimadir manfaatdor joyi bo'lsa kerak. Bo'lmasa mana yerda biz bilan yuzma-yuz gaplashsin yo boshqa. Yo ular menimcha ayol kishi bilan tortishib urganib qo'ygan. Endi shuni nimasini bir tortishyapti-da, nima deyapti o'zi ham tushunmayapti. Sudga ham raddiya berib olishdi, hatto. Ha, sudga ham raddiya berishdi. Endi hozir mana ko'rdilar-ku. Keyin aytishyapti, bo'ldi, sud tugab, biz yutdik. 1-0, 2-0, 2-0 da, xullas. Keyin o'shunda ham qarangda, birinchi nima kassatsiyaning birinchi nimasi jabrlanuvchi sifatida men gapiryapman. Bo'ldimi, sud tugab, hamma yo'lda oqlab qoralavordi. Keyin hammani bir ishi yo'qmi, bir din ulamolari yo dinga tushungan odam Arafa kuni yomonlikda emas, yaxshilikda targ'ib qilib, qo'yinglar, fitna qilmaylik, hamma yo'lda sud hal qilsin deyish kerak emasmi? Aslida olsangiz-da, men ishda qoldim nima, qolmadim nima. Men ishda ishladim nima, ishlamadim nima. Rizqim Allohdan. Keyin aytayapti, farroshlar. Xo'p, menga farroshlik qilsam, Xudo menga rizqni farrosh qilib bergan bo'lsa, bu nima qiladi? Odam emasmi? Farrosh ishdan keyin farrosh u. Sal odam pastroqqa tushish kerak. Farrosh bu boshqa odam u. Men misol xodimlarim bilan birga o'tirib choy ichaman, boshqa qilaman. Qanday farrosh deb pastroqqa qarayman. Tushunmaydi bu odamning maqsadi nima? Qayerdan zakaz kelyapti, qanaqa nima qilinyapti? Agar o'zi sizlarga e'tiroz qiladi boshida, shu qizni chiqarmanglar, hali internetga olib chiqmanglar. Teskirgan o'zini o'zi yangi qilyapti. To'xtamayapti. Nima, to'xtamasa chiqib tur deyilgan topshirig'i bormi? Bir ko'rsangiz, hali ichida Ramazon bilan tabriklab, qaysi aqlli odam Ramazon bilan tabriklaydigan joyida qurbat bilan g'iybatni ichiga chiqib ketadi. Endi o'zim bunday ko'rgan odam o'zi xulosa qilyapti. O'zini kommentariyasini o'qisangiz ham, bir ijobiy kommentariy bermaydi. Xabar keldi, ishdan bo'shatilganligi. To'g'ri, Otabek Jo'rayev o'zini jonli paytida qo'ng'iroq qildi. Mana o'zingizdan shu xalqimizga qiziq albatta. Meni kuzatuvchilarimga ham ishdan bo'shatildingizmi hozirgi yo'q? Shaxsan menga ishlash ishlamaslik qiziq emas hozirgi jarayonda, lekin ishdaman. Ofitsialni ishdaman. Hali zo'r oddiy qaysi olsangiz ham chaqirib tanishtiramiz-da. Agar meni chaqirish kerak, tanishtirish kerak. Men sudda jabrlanuvchiman. Qonunda jabrlanuvchini davlat himoya qiladi. U ishda men jarayon tergovga ketyapti. Tergov vaqti bunaqangi fitna uyushtirish kimga qanchalik kerak bilmayman. Albatta. Demoqchimanki, xalqimiz ahmoq emas-da. Yo'q. Uni nima bilandir aldab fitnalarda uyushtirib yoki yolg'on gaplar bilan demoqchiman. Yana bitta narsaki, hali sudda kassatsiyasi ketayotganda, tergov ketayotganda ehtiyot bo'lib fikr bildirgan yaxshiroq. Uni hech qanaqa qarindosh emas yo boshqa emas ehtiyotga berilganida, keyin nimani o'sha ko'rdik, keyin siz aka nalogdik nima qanunda? Aytib ko'radigan bo'lsangiz. Keyin ana magazinchining nimasi hali hujjatni gruzikiga yig'yapti bular. Tezkor tadbirga emas. Buni bilib bilmay oqlandi, qoralandi qilyapti, kimdir zakaz qilyapti, ishlaydi. Albatta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Haqiqat bor, albatta yuzaga chiqadi, kim bo'lishidan kayfiyati bo'lmaydi. Rahmat. Hozir bundan oldin ham ko'rsatganimizda sizni qo'llab-quvvatlash shu Andijondan Juda ko'pchilik keldi. O'zbekistondan hamma joylaridan keldi. Albatta hurmat qilib va ko'rsatamiz. Rahmat. Boriga shukur. Andijondan ko'rib biram xursand bo'ldik. Haqiqatan mehmonga safda. Mana ertalab kelishgan, kirib asabiylashib, mana savollarga ko'rib o'tirishdi. Ayol taraf biz. Uni ko'ryapti. Prokurorlar chiqdi.
ketganda har holda traktorlar turuvda generalni himoya qilyapti. Olib ketarsam sizga qo'limga nima qilmasin. Lekin xursandmanki, bilib o'zlari ko'zi bilan ko'rgan boshqada, ani bir xil narsalarga o'xshab, bitta boshqacha narsani eshitib, internetga chiqib boshqacha gapirmaydi-da. Ya'ni Xudo hisob bermasa qiyin. Bu nima kim bo'lishidan qat'iy nazar Omma meni sirni jalabdi deb chiqarib yuboradi. ishdan bo'shashog'ida nima yozildi? Tumanni zaxirasida turibdilar. Rayonga ishga ko'tarishlari kerak, o'zlari yo'lda turibdilar. Jabrlanuvchi sifatida sizlarning tugasini xotirjam bo'lganingizni ish boshlaydi debdilar. Shundan to'g'ri tushungan bo'lishi mumkin bular. keyin 9 kishi oqlandi deyapti-yu. 9 kishi oqlandi. Uverenda men bugun borib Farg'ona viloyat prokuraturasiga bordim. Oqladilaringmi? Oqlash, qoralashni sud hal qiladi. Biz tergov jarayonini hal qilamiz. Biz hozirda o'sha tergov jarayoni ketyapti. Uni oxiriga sud nima qiladi? Oqlash va qoralashga beradi. Ha, bularga kim qanaqa xabar beryapti, nima keyin? Ey, hech bo'lmasa Ramazon gunohi ham qolmadi shekilli. Aytadi-yu, g'iybat qilsa gunoh to'kiladi deb. Chayni uradi, insof bersin. Shu nima yana bir ayollari bilan jangga kirsa keyin qutulaman shekilli. Xudo insof bersin. Yaxshi, xotirangizga rahmat. Sudya biladi, prokuror biladi, advokatlar biladi. Biz bilyapmiz, jarayon qanaqa ketmoqda. Bunga hali o'zida durustanda orada kelib, mendan javob so'rashdim, o'qildim degan odamlar kirdirmaydi. Masalan, yolg'on gapirsa, orada ketga qolib kirib, joy qolmaganidan gapirib o'tiradi. Endi sud jarayonini oladigan bo'lsangiz, o'sha birinchi instansiya sudida ko'rilgan, o'sha narsalar yana qayta so'ralinyapti. Biz javob beryapmiz. Keyin biz o'zimiz ham nima kassatsiyaga ariza berganligimiz uchun tergov qisman qaytarilgan holatga ko'rib chiqilyapti. Sud tartibi shunaqa. Kimdir internetga chiqib yangilik yaratib ko'rgan yo'q, bu kassatsiyani yangidan joriy qilib qo'ygan yo'q. Sud talabida oldin instansiya, apellyatsiya, kassatsiya, sud kassatsiya tartibiga yetib keldi. Yana hozir sizni nima qilyapsiz, so'rashyapti, ishdan haydalgan holatingizni ko'pchilik menda hozir endi eshitayotganim uchun ko'pchilik shu savolni beryapti. Yo'q, men ishdan haydalsam agar, yerim baholar, uyimdagilar baholar, boshqalarga tashvish tushmasin. Ishdaman hali, ishlayapman. Xudoga shukr, o'sha ishimdaman. Kecha ham o'sha xonamda edim. Bunday qarayapman, Arafa kuni hamma yaxshi niyatda bugun kechga osh qilaman deb turgan paytda kim tashlaydi? Siz so'radingiz birinchi. Siz ishdan ketdingizmi, hali shular deyapti dedingiz. Keyin siz tashlaganingizdan ko'ryapti. Endi kim bo'lishidan qat'iy nazar Xudo insof bermasa. Agar shuni ketidan non topayotgan bo'lsa mayli. Ro'za aytganman. Qara, yana bitta savol. Mana yana o'sha 9 ta xodimga qismi tugatilgan holat bo'yicha mana ko'pchilik o'sha savol provokatsiya holatlari bo'lyapti. Ya'ni o'sha ana mulla Abror Mustardan fuqarolidan mana shunday gaplar chiqdi. Javob haqini ko'rsatgan. Tergov jarayonini men aytib berolmayman-da. Lekin bitta narsa aytishim mumkin, 9 ta xodim oqlandi deb bergan yo'q. Tergov yakuni bo'yicha meni tanishtirsa, men nima to'xtab turibman. Shu boshidan beri aytdim, tergov o'tyapsan, sud o'tyapsan deb o'tiribman. Hozir mana tergov jarayonini yakunlab olsin, keyin ular bizga bir asosli gapni aytsa, haligi xotinlar nima deyapti degan gap emas. Asosli hujjatli yuridik holatli gapni aytsa, unga qarab biz ishdan oxirida keyin yana hujjatlarimiz bilan kurashamiz qo'limizdan. Ya'ni sud tugadi yoki kimdir oqlandi degani emas. Yo'q, hali unaqa narsa yo'q. Xudo. Unaqa narsa yo'q. Bitta shunaqa bir provokatsiya qilinyapti xolos. Keyin hammada bitta narsa bo'lyapti. Nimaga mana shu narsalar birinchi sud jarayonida nima qilinmadi? Aytyapti, bu video bo'lgan. Bo'lmagan-ku. Mana hozir mana sudda ham yo'q bu video. Nimaga agar tezkor tadbirda videosi bo'lsa, uni o'chirib yuborishadi. Nima taqdim qilishmaydi? Shundan so'ragan sizlarga xabarga to'radi. Mana meni tezkor tadbirda videosi, buni ushlaganman, taqdim qilinmayapti. Keyin soliqchini ko'rsa, kimini qidirib yuribdi. Odam qatiyishgan bilmaydi, kishi bitta xonada yetilmaydimi? Kiyimi yo'q. Pastga olib chiqib uni kiyintirishyapti. Kimdir qo'liga yuribdi uni kiyimi. Telefonlarimiz o'shalarda yuribdi. Kimdir telefonni tushib qolgan bo'lsa, yechintirish urush jarayoni. Mana, u bizniki emas. Telefoningizga qayta qo'yasiz, boshqa tomonga qo'yasiz qo'yasiz. Oyoqdagi eshik oldiga tashlab qo'ymaysiz.
shunaqangi hozir provokatsiya ketyaptiki, keyin mana buni sudni ichidagi videolarda ham kimni qaytiga nima yopib qo'ygan aniq ko'rinib turibdi. Faqat buni noto'g'ri talqin qilishyapti, xudo insof bersin. Lekin bu narsa bilan buni to'xtatilmaydi. Bular qaytarilmaydi. Oxirigacha kurashamiz. Saida Shavkatovna ham O'zbekistonda ayollar huquqi ko'p chiqishyapti. Ayollar huquqi. A videoni ham ko'rib turibsizlar. Qo'ldan tortishib, nima qilishyapti, kiyim olay degan odamni ustidan narsa talashyapti. Nima bu qonunlik bo'lyapti? Xo'p, agar ular aytganidek bo'ladigan bo'lsa, kecha chiqargan videoda ham mana ko'rib turibsiz. So'roqxonasida. Qayerda ko'rgansiz, qaysidir bitta betamizni olib kelib, o'sha tadbir ishtirokchilari tushuntirib xat yozib bergan. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Buni o'zini jinoyatini bekitish uchun xat so'rayapti. Buni hali ko'rib, dalil o'sha kameralarni mana sizlar haligi aqlli odam o'tirib videolarni bir marta ko'rib chiqib, ya'ni siz o'sha yetishtirgan holatda ko'p mana o'sha odamlarni haqiqiy holati bo'yicha ya'ni odamlar o'ylayaptiki nima qilib mana shu yetishtirgan holati shunaqa bo'lgan narsaga qo'yyapti. Aslida bu yetishtirgan holat yo'q degan tamg'ani Abror Muxtorali 100% mana o'z efirlarida videolarida murojaat qilyapti-da. Bu holat bo'yicha ya'ni sudning hali qarori bor, hukmi bor, boshqasi bor, hali sudning xulosasi bor, tergovning xulosasi tugamasidan turib bu informatsiya Yendagi o'sha videoni ham ko'rsangiz, yaxshi gapiryapti shekilli degan joyda. Demak, oldin yomon gapirgan odam, endi yaxshi gapirsa erkalayapsanmi deb turib shu gapni aytadi. Keyin aytdi, siz ko'rsangiz ularga, vahshiylarcha tashlangan. Qayerda ko'rgansiz, buzuqdan ustiga shunaqa narsani tortib. Nima? Qaysi nimadan tanadan bilinadi. O'sha holat ko'rsangiz, tashlangan, kiyimlar tortyapti. Nima ikkinchiga qochib ketmaydi-ku. Endi nima ularni ko'rpasi bir-biriga ko'rishmayapti. Agar sizga oladigan bo'lsa, nimaga bular bo'lsa shu vaqtda tezkor tadbirda buyrug'ini bermadi. Aslida sud maxfiylikdan yetganidi. Ne hozirgacha ham taqdim qilinmayapti. Agar siz qo'lingizda dalillik tashlayapsa, shunchaki qamalib ketilyapsiz. Bo'lib ham real nolaylik oddiy bitta xodim emas. Ichki ishlarni sobiq nachalniki haqida gapiryapti. Nachalnikni shunchaki javobgar qilish mumkin emas. O'rinbosarda birinchi o'rinbosarda. O'sha nimani tergovda nimasi hisoblanadi? Javobgar, shaxsiy hisoblanadi. Buni shunchaki javobgar qilish mumkin emas. Faqat to'g'ri talqin qilish kerak. Bu videolarni bersin mana. O'zi yaxshi gap qiladi. Olib kelsin mana buni sho'rganimizni ko'rsatib bersin. Ana o'sha tezkor tadbir. Agar qo'lida shunaqangi tadbir bo'lsa, nimaga asoslanib 4 soat davomida ichki ishlarda ushlab turish mumkin? Nimaga? Aytda ko'rgansiz, bitta nimani ichki ishlar nima muzeyni olib kirib qo'yibdi. Nima? Siz aylanib chiqadigan joy emas-ku. Umuman mantiqsiz. Keyin mana chetda turib nima qilayotganlarga ariza berdik. Bu bo'yicha xudo xolisa biror oyda yangini yo'q ko'radi, yaxshi. O'zini oyog'ini o'zi boltaydi. Ularga o'zlari nima qilib bas qilishadi. bo'ldi, rahmat sizga. Rahmat.